Assalomu alaykum hammaga. Mana bolalarni ham, jo'jalarni ham katta qilyapmiz. Mana kurka jo'jalarimiz ozuqaga kirib qoldi. Mana yaxshi yashayapti, ishtahalari ham zo'r. Kurka jo'jani ozuqaga kiritishni siri nimada deb o'ylaysizlar? O'zi aslida kurka jo'jani yemishga kirgisi juda qiyin. Masalan, agar bular yemish yemasa o'lib qolishadi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Mana shuni hozirgi olayotgan videom ichida siri bor. O'zlaringiz bildirib o'tsalaringiz qani. Mana bular katta 3 kunliklari, 3 kunlik jo'jalarimiz. Mana ishtahalari yaxshi zo'r. Endi bu yoqda kecha ochishganlari bor. Mana hozir bularni nima qilmagan, hali unchalik ham quvvati yo'q. Xudo xolisa bular ham kuchaytiradi. Bu buni ochganlari mana bu yoqda turishibdi. Bular ham mana yemishlari turibdi. Bularda ham yemishlar turibdi. Ammo bularni hozircha ishtahalari zo'r. Obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Sirini ham bilganlar aytib yozib qoldirsin, izoh qoldirsin.